Assalomu alaykum. Bugun yechmoqchi bo'lgan masalamiz 217-masala contains duplicate deb nomlangan masala. Bunda nima qilishimiz kerak? O'sha list ichidagi elementlar duplicate yoki duplicate emasmi? Agar duplicate bo'lsa, bizning funksiyamiz true qaytarishi kerak. Agar duplicate bo'lmasa, ya'ni 2 marta ishtirok etmagan, bu 2 martadan ko'p ishtirok etgan bo'lmasa false qaytarish kerak. Ya'ni unikal bo'lsa hammasi 1 marta 2, 1 marta 3, 1 marta hammasi shunaqa bo'lgan bo'lsa false qiymat qaytarish kerak. Xo'p. Davay unda yechib ko'ramiz. Biz birinchi navbatda o'sha mapga saqlab olganimiz qulayroq bo'ladi. Mana ya'ni key sifatida elementni olamiz va ana shu element necha marta qatnashganini mapni valyusi qilib beramiz. Xo'p. Biz list yaratib olamiz birinchi. Int nums barobar masalan bo'ldi. Endi bizga map kerak bo'ladi. Key ham int type'ida, valuesi ham int type'ida, frequency deb nomlangan bo'sh map ola olamiz. Xo'p, biza numsda aylanib chiqishimiz kerak bo'ladi for bilan va har bitta elementni o'sha frequencyni key sifatida bormi yoki yo'qmi? Agar bo'lsa, valyusini 1 ga oshirib ketaveramiz. Agar bo'lmasa, qo'shib ketaveramiz. Xo'p. For bilan qilmasdan shuni navsda for each bilan qilib ko'ramiz. For each. Xo'p. Element bo'ladi. Frequencyni elementiga frequencyni elementini o'zlashtiramiz. Agar null bo'lsa, uni o'rniga null olib ketsin. Aks holda hozir nima bo'lganini tushuntiraman. Xo'p. Bu yerda nima bo'ldi? Frequencyni elementi degani, element degani o'zi 1, 1, 2, 2, 3, 4, mana shularning har biri element bo'lib kelyapti. Ya'ni nums ichidagi for each bilan kelgan paytda mana shu element bo'lib kelyapti. Endi frequencyni elementi degani bu mana bu frequency element degan ana shu narsa key hisoblanyapti-da. Key hisoblanyapti. Xo'p. Ya'ni bizada hozir 3 marta ishtirok etyapti-ku mana shu. Mana bu frequencyni elementi degani 1 ga kelyapti. Ana shu 1 da key qilib olyapti. Agar null bo'lsa, boshida 1 da valyusi yo'q-ku. Agar valyusi null bo'lsa, o'rniga 0 olib ketsin. Ana shu 0 ga 1 qo'shib ketsin deyapti. Agar null bo'lmasa, ikkinchi marta kelgan paytda ikkinchi marta 0 bo'lmaydi-ku, 1 qo'shgandan keyin uning javobi 1 bo'ladi. 1 ga endi buni olmaydi, mana buni oladi. 1 ga 1 ni qo'shadi, 2 bo'ladi. Ikkinchi marta endi kelgan paytda 2 bo'ladi. Uchinchi martasida 2 ga yana 1 ni qo'shadi, 3 bo'ladi. Ana shu 1 3 marta takrorlandi deb mana shunaqa qilib yozib qo'yadi. Xo'p, agar hozir frequencyni chiqarib ko'rsak, nima chiqadi? Mana o'sha biz o'ylagan narsa chiqdi. 1 3 marta, 2 2 marta, 3 1 marta, 4 1 marta chiqyapti.
Endi bu yoqqa kopiya qilamiz. Buni submit qilib ko'ramiz. Qanaqa javob chiqar ekan. Hop. Hozir hali masalamiz to'liq yakunlanmadi. Biza faqat buni chiqarib oldik. Endi masala shartida nimaydi? Agar duplicate bo'lsa, true qaytarish kerak. Agar duplicate bo'lmasa, false qaytarish kerak. Mana shuni endi davom ettirib qo'yamiz. Frequency-ni endi frequency-ni elementlarini aylanib chiqamiz for each bilan. For each buni key value qiymat qabul qiladi. Key value agar valuesi 2 ga teng bo'lsa, if value 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, biza bitta bool tipida result degan o'zgaruvchi ochishimiz kerak bo'ladi. Bu o'sha duplicate emasmi? O'shani tekshirish uchun. Agar ikkita element qaysi biri bo'lsa ham, hamma elementga kirib chiqqan payti farqi qaysi biri bo'lsa ham, valuesi 2 ga teng bo'ldimi? Mana buni true qilib qo'yamiz. Resultni true qilib qo'yamiz. Agar 2 ga teng bo'lmasa, o'zi bu yoqqa true bo'lmaydi, falseligicha qolaveradi. Va oxirida resultni return qilib qo'yamiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Demak, o'tdi. Submit qilamiz. Mana 71-testga kelganda xatolik beryapti. Xo'p, nima bo'lyapti bu yerda? 71-testda 7 10 5 5. Xo'p, bizda false qaytyapti ekan. Lekin so'ralayotgani true bo'lyapti. Valuesi 2 ga teng deb olib qo'ydik-da faqat. Tushundim. Valuesi faqat 2 ga teng bo'lsa oladi. Agar bunaqa holat ham bo'lishi mumkin-ku. Masalan, 1 bo'lsa, 1 keyin yana bitta 2. Mana shunaqa bo'lsa. Mana. Mana shu yerda ko'rib qo'yinglar. 1 hozir 4 ta bor, 2 3 ta bor, 3 4 ta 3 bitta bor, 4 ham bitta bor. Hech qaysining valyusi 2 ga teng emasdi. 3 niki 1 ga teng, 4 niki 1 ga teng, 1 niki 4 ga teng, 2 niki 3 ga teng. Aytmoqchi bo'lganim, biza faqat 2 ga teng bo'lsa, duplicate hisoblanadi. Aslida 4 ta bo'lsa ham duplicate, 3 ta bo'lsa ham duplicate, 5 ta bo'lsa ham duplicate. Bunaqa misollar hozir 2 taligi yo'q ekan, faqat 3 ta shunaqa ekan. 3 ta, 4 ta, 5 ta ko'p ekanda. Shuning uchun biza katta yoki teng bo'lsa ikkidan deymiz. Yoki birdan katta bo'lsa. Farqi yo'q. Submit qilamiz. Endi o'tdi. Lekin juda past chiqdi. %9 chiqyapti. Xo'p. Buni boshqacha usul bilan yechib ko'ramiz bitta. Buni kommentga olib o'tiray. Xo'p, namsda for bilan aylanib chiqamizda. Bu ham baribir shunaqa bo'lishi kerak, adashmasam. Bo'ldi, mana shu
yaxshi yechim. Maksimal qila olganimiz mana shu. Demak, mana shundan iborat edi masalamiz. Rahmat hammaga.